Samarqand, Ishtixon, Chorva bozoridamiz. Mana gigant qo'ychalarimiz tushganman. Moybuloqdan kelganman, Nodirbek polvon. Moybuloqda qo'ylar ekanman. Gigant chala tushganman. Bas charchab turibman. Akajon, nech puldan berasiz bular? Uchalasi savdo bo'lyapti, 20 million deyapti. 18 million so'rayapti. Uchalasini. Uchalasini men 18 million so'rayapti ekanman. Uchalasini. Nodir polvonni qo'ylari ekan. Moybuloqdan. Moybuloqdan ekan. Qo'miston o'g'li. Qo'miston o'g'li ekanman. Moybuloqda qo'ylar ekanman. Meni o'zimman. Toniganlar bo'lsa bitta podpiskan bangillatib qo'ysaman. Akalarimiz ham dollar bilan o'zi shug'ullanadi, dollarsiz. Ana shu bola Mana qo'ychamiz. Aka, nech pul bizga berasiz aka? 20 million so'm birini o'tib beramiz deyapmiz, baraka topsin. Siz nima deysiz aka? 18 million so'm. 17 dedik, 1 million qo'shdik. Hamma toshda beragan deydi. Baragami? Sizni bizlar taniydi yetak. Bor baraka. Yo'q. Ochiq ko'ngillar. Yalla qaynisi bo'ladi mana bu. Ne? Qarang, oyoq cho'laganda. Degan. Bu ham olib tashlang. Yallar borki, mana qiladi. Hakem nima degan ekanlar ko'rsa bular. Sotildimi, bo'ldimi? Sotilmayapti.